Hey yo, hammaga salom, sizlar bilan Kanroji. Bugungi videoda biz Minecraftda Herobrine chaqirib ko'ramiz va qanday hodisalar bo'lishini sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Bundan oldinroq gapirmasam, undan oldin siz kanalga obuna va videoga like bosib qo'ying. Biz tezroq 1K bo'lishimiz kerak. Ko'rib turganingizda biz 1K ga ozgina qoldik. Shunday ekanda, buni o'z holiga qaytarib biza survivalni boshlaymiz. Qani, let's go. Xo'sh. Yo, ana yerda o'sha portal bor ekan, o'sha portal oldiga borib ko'ramiz, qani. Yo, bu qumga botib qolgan-ku. What the hell? Nimadir borganda bo'ldi. Okay, ko'ramiz, qani. Bu yerda sandiq bo'lardi. O'ylashimcha o'zim buni tayyor qilib ketgan, o'z topa olamiz. Mammamas. Xo'sh, qani? What the hell? Yo, what the hell chiqmayapti-ku. Bu yerdami? Okay. O'ylashimcha bu yerda sandig'imiz oqib ketgan yerdaydi. O'shanga o'zi biza spektator modiga o'tmasak, mana bu ko'rmasak, bo'lmasa sandiqda biza ikki dunyoni ham topa olmaymiz. Короче, mana bu spektator modiga o'tamiz. Xo'sh, qani? Mana bu yerda ekan. Okay. Yana survival modiga o'tib olamiz. Va biz hozir kiberlarni ham yoqib qo'yishimiz kerak. Shtobi biz o'lib qolamiz-da, ya'ni Herobrine yoki boshqa mob atak qilib urganda o'lib qolmasligimiz uchun kerak bo'ladi. Okay, bu yerda oyoq kiyim bilan 3 ta berdi. Prям what the hell? Amal. Chetga turdi, adashmasam yana bilmadim. 600 ta urmadim, vaqtdan. Okay, mana survival davom etamiz. Xo'sh, endi qaydan biz o'zimizga, ya'ni Herobrine chaqirish uchun narsalar topsak bo'ladi. Prям biz eng keraksiz biyomda spawn bo'ldik. Bu yerda na daraxt bor yoki-da tosh. Prям hozir biz birinchi bo'lib tosh olishimiz uchun bizga birinchi bo'lib daraxt kerak. Cho'lda daraxt nima qilsin? Balaga battaqa. Qidiramiz mayli. Xo'sh. Mana bu yerda qanaqadir hayvon, mayli, o'tib ketamiz. Yo, mana bu yerda anaqa bor ekan, adashmasam shu yerda daraxt bo'lishi kerak deganim yo'q ekan. Ertaga u tarafga borib ko'ramiz, qani nimadir chiqib qolishi mumkin. Mana bular bo'lib taxtachosi bo'lardi aytgancha-da. Okay. Yo, stop, mana nima? Okay, chiqib ko'ramiz nimadir. Yo, shaxta havani qo'yadi, mana bu taxtani olib o'zimizning narsa yasak bo'ladi endi. Let's go. O'lamiz endi nima bo'ladi? Okay, bularni olib bo'ldik. Yo, shaxtaning domi u tarafda ekan, u yoqlarda ham bor ekan-da. O'sha yoqqa borib ko'ramiz. Let's go. Balki o'zimizga kerak narsa chiqib qolar, balki o'sha yerda. Unda biz vestaga yasa olamiz. Shtobi o'sha yerdan narsa olganimizdan keyin o'zimizga kirka yasash uchun-da borib ko'raylik-chi, qani nima bor ekan. Shaxtaning domi bor ekan. Yo'da ham bor ekan katta. Mana bu taxtalarni olamiz. Kerak bo'ladi hozir. Okay, bo'ldi. Endi kirka yasak bo'ladi-da. Вот как раз 3 ta oldik-da. Endi bulardan o'zimizga bu yerda qamaydi tosh ko'rgandim, qayerda-da. Okay, mana past ko'ramiz. Okay, pastdan chiqib qolar. Yo'q, qum faqat. Yo, bu yerdan chiqmas ekan. Bu mana bu yerda qasib ko'rish kerak. Okay, chiqib ko'ramiz. O'zga e'tibor bermaysizlar. Вот mana boya ko'rgan toshim, endi bularni ham olaman. Okay. Okay, o'ylashimcha yetarlicha tosh oldik. Bizga yetadi o'sha 20 ta tosh ham. Xo'sh, vestagimizni qayerga qo'ygandik? Mana bu yerga. Okay, u tarafga ham borib ko'rish kerak. Uni vestakda oldi borib nasiyasi bo'lmasak bo'lmaydi. Xo'sh, okay, biz toshli kirkasi olamiz o'zimizga-da. Bitta toshli kirka. Okay, bizga nima kerak? Voy, taxta kerak. O'zimizga bolta yasab olish uchun. Mana bu ikkitasini olsak, bizga 4 ta beradi, 4 ta cho'pcha.
Yo'qdayam. Buni olamiz. Va o'zimizga bitta bolta yasab olamiz. Okey. Bitta anaqa bo'lsak, pechga ovqat topishimiz kerak, jonimiz. Jon debman, attahal ovqat yeyishimiz kerak. Ovqatimiz juda ham qornimiz ochib ketibdi-ku, vaqt. Oldin uni taraflarga borib ko'raman, mana bu taraflarga. Bu yerda tunnel. Cho'ldan bunaqa narsa topaman deb вообще o'ylamagandim, chunki ko'p survival qilgan bo'lsam, bunaqa narsa ko'rmaganman. Mana bu olamiz bu taxtalarni. Bu oxirida hech nima yo'q ekan. Bu tarafda spawner bor ekan, mana bu yerda anaqa o'rgimchakda, вот spawnerni buzib o'zimizga loot olamiz qani. Voy, uzilmayaptimi? Nima yerdan kiramiz? Mashidan mashidan buzmasak bo'lmasa, mana bu to'rlar buzish vahshiy qiyin-da. Spam. Voy, buncha o'rgimchak-ku, what the hell? Jon ketyapti. What the hell, buncha ko'p. O'lqon. O'lib qoldik. Hali ham kibermetal yonib turgandi. Bo'lib yo'qman-da, qarang, qanday zo'rmi. Okey, ketdik. Voy, joy topish kerak endi. Voy. Ana yerda daraxtmi? Daraxt bor ekan bu yerda. Va nihoyat daraxt olamiz endi o'zimizga normalni qilib. Okey. Voy, mana bu yerdan ekanda. Mana bu yerdan buni olaman. Okey, daraxt oldik, unisini amal. Mana bu tarafda adashmasam biz o'rmonga kelib qoldik. Qanday? Ham yaxshi bu bizga. O'zimizga yaxshi bo'ladi mana bu yerdan. Okey, bu taraflarda shaxta yo'q. Bu nima bo'ldi endi? Mukammal. Mana bu tarafga borib ko'raylik. Eng muhimi biz hozir mana bu qunday, ya'ni cho'ldan chiqib oldik. Normalniy biyomga kelib oldik, o'sha bizga baxt. Okey, xo'sh, endi o'rmonga kirib, o'zimizga ozgina daraxt olmasak bo'lmaydi. Mana bu tarafdan. Bittami, what? Amali bu tarafda. Уже kechirinishyapti, yo. O'g'lar chiqadi, zo'rlar, mana bu cho'chqa. Ovqat kerak bizga. Cho'chqa o'ldirishga majburmiz, chunki bizda boshqa ovqat yo'q. O'yinda hali ham hayotdamiz, o'shanga kommentda netto narsalar yozmanglar. Bu tarafga borib ko'rmasak bo'lmaydi. O'sh junglidagi polni borib ko'ramiz. Tarvuz ovqat kerak edi. Juda ham ko'p ekan, yaxshi. Davo olamiz. Xo'sh. G'or bor ekan. Tushib ko'rsam. Okey, borib ko'ramiz. Bu yerdan bir ham o'ldiroq narsa chiqib qolsa. Ko'mir bor ekan. Fakil yasaymiz ko'mirdan. Let's go. Okey, buni olamiz. Mana bu oxirgi ko'mirimiz edi. Mana shunaqa ko'mir juda ham ko'p bo'lib ketdi bizda hozir. Tepaga chiqamiz, o'zimizga yetarlicha ko'mir oldik. Minecraftda bitta ko'mir chiqsa juda ham ko'p chiqadi. Lekin rostdan hamda bu fakt. Oyni cho'ta yarimmi? Okey, ketdik jungliga. Ichiga kirib ko'ramiz. Tovuq. Yaxki. Okey, bo'ldi. Kirib. Voy, nima orqamdan nimadir keldi desam. Creeper ekan, voy balaga. Yana bitta. What the hell? Ketamiz. Ikkita, voy balaga, ikkita egizaklar. Yo'q. O'ldirib qo'ydik. Okey. Shuncha yoramiz endi. Zombi kelyapti. Bunisi ham o'rgimchak. Okey. Bu tarafda yaylov.
O'rmondan chiqdik, yaxshi. Xo'sh. Bu yerda hech nima yo'q. Okey. Keldikmi o'zlar? Yo'q, kelmagan ekanmiz, sorry. Okey, atrofni moblardan tozalab oldik. Endi o'zimizga yotoq yasashimiz kerak. Shtob tezroqdan o'tish uchun. Okey, bu yerga. Okey, bitta yotoq olamiz. Uxlayveramiz endi. Mobida yozib qo'yar ekan, Kanruji uxladi. Sweet dreams, yaxshi dam ol deganda, yaxshi tushlar ko'r deganda, yaxshi. Hech e'tibor bermagan narsalarim. Okey, xo'sh, ovqat вообще kam-ku. Yo, mana bu qo'yni qarab turishiga. Okey. Bitta zombi o'ynayapti. Atrof jimjit. Adashmasam, mana shu yerda biz anaqa Herobrine chaqirishimiz kerak narsalar to'plab. Okey, buni olaman. Okey, crafting table, bizda ovqat. Da, mana buni istamiz. Okey. Ana, уже bizda survival yarmiga keldi. Xo'sh, mana biz ham Herobrine chaqirishga narsa oldik. Okey, mayli, mana shu yerdan chaqiramiz Herobrine'ni. Buni bu yerga. Bunday. Yoqamiz qani? Kelmadi-ku? Okey, yo'q. Qani? Orqamdan paydo bo'lib qolmasin. Yo, biz chaqira olmayapmiz vallahi buni ishini. Nimadir neto qilyapmiz, shuni ko'nglim sezyapti. Kelmadi Herobrine. Mana biz chaqirdik, ko'rib turibsizlar. Nimagadir Herobrine kelmayapti yoki bizdan qo'rqyapti. Okey, mayli. Orqachalab ko'rsam FPS kelib qolishi mumkin-da. O'shanga hozir Короче, men hozir YouTube'ga kirib ko'rib chiqdim. Qanday chaqirish kerakligini. Okey. Endi to'g'riladim. Qani kelish kerak endi. Mana to'g'riladim. YouTube'dan ko'rib qanday chaqirish kerakligini ko'rib, men prям noto'g'ri qo'yib tashlabman. Qani, okey, bu yoqning lupa время paydo bo'lib qolishi mumkin. O'shani bilaman. Lupa время orqamizda yoki-da uzoqdan bizni kuzatib turgan bo'lishi mumkin, chunki bu Herobrine. Okey, qani. Mana bu okey, bo'ldi, kelmasa kerak u. Ovqat pishibdi, yaxshi. Buni qo'yamiz. Buni sen yeb olmasak 3 ta qo'ygan. Buni juda ham men shunday kuzatib yeyman sizlar bilan. Okey, qani. Yeyapti-ku. Bu ham pishibdi, yaxshi. Okey, biz o'zimizga bitta temir olamiz. 9 ta boya topgandik. Boltani sinib ketadi, kelib qolishi mumkin. Qani, bu kelmayapti-ku, mana chaqirdim-ku. Nima Voy, ko'rdilarmi? Mana bu yerda turgandi. Yo, what the hell? Yo'q, obunachilar keldi. Obunachilar ko'rgan bo'lsanglar, biz va nihoyat Herobrine chaqirdik. Shunday ekan, siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Agar xudo xohlasa, mana shu videomizga like qo'ying. Chotki bo'lsa, ya'ni bomba bo'lsa, men bu videoni keyingi qismini ham chiqaraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sizlar bilan Kanruji bo'ldi.